Bolalarim. Keldi! Dada, bering ko'tarishamiz. Bering ko'tarishamiz. Shoh Sulton, sen ham ko'tarish. Yo, bu ko'tarish shart emas. Bu prosta tug'ilib mahalla kuyida olti obro'yimni ko'targanning o'zi yetadi. Ha, mayli siz shuni ko'taragan toy bola. Ya bitbolon, sal chetroqdan yuring. To'rtta qizim bor payt hammang pichir-pichir qilib chetlashtirding. Chetda yuradigan paytlar o'tdi endi. Nima deyapti bu dada? Jahli chiqmasin toy bola. Yo, o'g'lim bilan birga bir ko'rasanmi? Taytog'mi bu? U layqa suv quyma uni burgacha. Mayli, quying. Ha, siz o'zingiz jumrangizdan quyib bersangiz ham yo'ramiz. Sizniki tabarruk toy bola. Jiyan yaxshi yuribsanmi? Yaxshi, amma toychog'imizga she'r aytib bersinmi? Yo, sal totib berasizmi, Shoh Sulton? Mashammangizga munchoqligingizni ko'z-ko'z qilaverasiz. Shu ammamda xotining ultug'maydi ajrash degan. Farzand xudo bersa xotin zot faqat qo'ldan ularga qisib qo'ya olmaydi-ku. Aralashmay turib sal mazza qiling. Shpagat ochib bersinmi? Menday qilib ochadi. Ha, obi jo'rajoq qayerga ketyapsan? Ha, ishga bir borib kelay. To'rtta qizing hademay yerga tegib ketsa, kecha kunduz kuchukda ishlab yiqqan terganingni kimga qoldirib ketasan? Shoh Sulton, toychog'im, amakilaringizga bitta cho'chingizdan berib qo'ying. Mana. Bu narsani kayfini faqat 4 ta qizdan keyin o'g'il ko'rganlar tushunadi xolos. To'g'rimi?